bir joyga borsa, aka shu tablodagi cheklarni 400 mingga o'chirib beraman deb. To'p keling, videoni yaqinlashtiring, qaranglar. Airbag yonib qolgan, 95 kod yonib qolgan, keyin esa mashinani kulchi bor rasmi yonib qolgan o'rtoqlar. Qaranglar o'rtoqlar. Bizga olib keluvdi aka, shuni necha pulga qilib berasiz aka? Atiga 40 ming so'mga to'g'rilab beraman dedi. Bo'ldi, to'g'rilab bering deb egalari ham ishonmasdan hozir qildiryapti. O'rtoqlar, shuni men sizlarga hozir ko'rsatib bermoqchiman. Shuni qanday qilib o'chirishdi? Qaranglar o'rtoqlar, mana qo'limdagi tabloga qo'yiladigan filtr qarshilik bo'ladi. Bu radiotexnik magazinlarda sotadi. По-любому sotadi. O'rtoqlar, qaranglar. Kobeltni, shleftini shunday ishtaklarini sug'urasizlarda o'zi ikkita sim kelgan bo'ladi. Malla bilan ko'k sim. Buni o'rtoqlar shunday ekonni qarama-qarshi qilib simni shunday tiqasizlar. Bunga kompyuter shart emas. Endi bitta ko'rsating. Airbag ham o'chdi, kulishni rasmi ham o'chdi, 95 kod ham o'chdi. O'rtoqlar, bu videoni kimga tashlab qo'yishni bilasizlar, bemalol tashlab qo'yaverasizlar. Bundaqa foydali ma'lumotlar yo'qotmaslik uchun shunda o'zimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana qiziq videolarni chiqarib davom etamiz.